Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetlik ota-ana ve ilimsuyer qerindishim. Evlatlarınızga suyumluk peygamberimizni tunutishni, isil an'analarimizni ögütishni xohlamsiz. Undaq bolsa, sizga bir xo'sh xabarimiz bor. Tunji Uyg'urcha suratlik Sirat o'smirlar jurnali nashr hayotiga boshladi. Jurnalimiz Payg'ambar alayhissalomning hayoti, ish faoliyatlari, hikoyalar, she'riyat gulzori, sayohat xotirasi, qiziqarli kartonlar, sahobalar hayotidan unchilar qatorli rangdor sahifalari orqali o'smirlarimizdan diqqatini jalb qilg'usi. Sirat o'smirlar jurnali fasllik bo'lib, har 3 oyda bir qatim siz bilan yuz ko'rishidi. Her son 60 bet etrafida Sirat o'smirlar jurnalining davomli nashr qilinishi va taraqqiyoti sizning jurnalimizga mushtari bo'lib, yaqindan qo'llab-quvvatlashingizga bog'liq. Dunyoning har qaysi joylarida bu jurnal kirmagan birmi Uyg'ur oilasi qolmasligi uchun Sirat o'smirlar jurnaliga mushtari bo'lib, mushtari teping va tavsiya qiling. Tomchi ko'l bo'lur, qo'llasanglar taraqqiy qilur. Tirishchanlik bizdan, muvaffaqiyat Allohdandir. Kamoli ehtirom bilan Sirat o'smirlar jurnali. Men ishinamanki, Sirat o'smirlar jurnaliga har bir Uyg'ur, aqlli Uyg'ur mushtari bo'lsa, marhamat.